Ko'rayotganinglar Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasi Al Nag'michilar jamiyati bosh bo'lib tashkillangan Şinjan Paridio xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorlikni ustiga olgan Şinjan Faxriy savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan Toshqin guruhi alohida qo'llagan Paridio milliard kulki sahnasi. Salam, hürmetlik ustazlar. Jiroq yaqindan mushu inimiz Ro'zaxonning faoliyatini qo'llab, Paridio milliard kulki sahnasini qo'llab, jiroq yaqindan so'rinimizga naq maydonga jam bo'lgan qarindoshlar. Hammanglarga o'tliq salom. İnimiz Ro'zaxon o'zining ajr mehnati orqali ili chaqchaqlarni shaqlantirib, ajr qilib uni tokosho shaklida xalqqa taqdim qilib keldi. Tomoshabinlarning qizg'in olqishiga yaxshi ko'rishiga erishdi. Bir asarning vujudga kelishi, ijod bo'lishi, uning bugünkidek e'tiborga erishishi oson emas. Buning uchun Ro'zaxon ustozlarni ustoz tutib o'gandi, kech-kunduz tafakkur qildi, o'zining kam taraflarini to'liqladi. Bu jarayonda uning barliq ishlariga hammalarga tanishlik bo'lgan bizning san'atkorimiz Şinjan Opera Teatrının san'atkori Xalmurat Ömer Ustaz baştan axir Ro'zaxonning qo'ldan yetilab, uning mushu rol ilish, chaqchaqlarga jon kirgizish, buni bog'lanma tasavvur orqali bir butun bir ijodiyatga aylantirib, kishilarga kulki taqdim qilish, aktiv energiya taqtish qatorliq jihatlarda uning yendi turib, bugünkidek onun köz görünüşüge, abroy kazanışıga bevosita yordam berdi. Xalmurat Ömer'ge chin qalbimizdan rahmat etimiz. Onundan başka her qandaq yaxshi bir ijodiyatni, adabiyot san'at asarini bugünkü kunda iqtisod davrida uni korxonlar qo'llamasa u vujudga chiqmaydi. Uning tajidorligini olgan Paridio shirkatidagi Farizat xonimga, onundan başka Faxriy şirketideki Roza efendimge, onundan başka Toshqin guruhidagi Muhammed Tursun efendimge, Toshqinga chin qalbimizdan rahmat etimiz. Ro'zaxonning ili chaqchaqlari qo'shgan to'pisiga chin qalbimizdan rahmat etimiz. Balkim Ro'zaxonning tokoshosi sog'lom, sifatli, mukammal va abadiy bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. O Dilmok tağlarıga bağrını yaqqan xilvat sahra Jag'astay töpülügüde köz açtı. Goya zumrat bulaqlar cimırlap köz açqandek. Tang tuşları bilen tang qiygitip östü. Şivaqlıq dalladaki kepsiz oğlaqlardek. Akıllarıga əgişip xamanda altun çəş ayrıdı. Köktiki yıldızlarını bağrıga qondurğandek. Ahmandek mehri ıssıq addi insanlarının yekişlik paranlarını inek yülep anladı. Xamanda, bağda, doxmuşda, baranlada. O odatdagi ishlarni qiziq so'zlab beradigan kishilarni ko'g'inida so'yinatdi, kulatdi. Keyincha uning paranglaridan yurtdoshlari so'yinadigan, kuladigan bo'ldi. Vatan tuprog'ida yashagan har millat xalqi davrning imkoniyati yaratgan baxtiyor kunlardan har qachon minnatdor. Arzu bilan yashayotgan yoshlar ijodiyat va yangilikqa to'lgan mag'rur qadamlardagi utuq va natijalardan har doim xushal. Şinjanni madaniyat orqali ozuqlantirish chaqiriqining turtkisida güzel davrni, yaxshi ishlarni, oliyjanob ruhni manba qilgan nodir asarlar kayni-kayndan maydonga kelib, ma'naviy turmushimizni uzluksiz beyitdi va ijodiyat qizg'inligimizni hassilab urg'utdi. Mana shundaq ta'xirsiz sharoitning turtkisida yosh chaqchaqchimiz Ro'zaxon Tudaxon ustoz chaqchaqchilarning izini besib, Ülgülük taraflardan örnek ilip üzlüksüz toplaş, ügünüş, tədqiq qilish, yenilash orqali jalbkor san'at hesaplangan talk show shaklidagi tor televiziya programmasi milliard sahnasini loyihalab va yo'lga qo'yib, har millat tomoshabinlarning yaxshi ko'rishiga va qo'llab-quvvatlashiga erishdi. Yosh chaqchaqchi Ro'zaxon Tudaxon atrofida yuz bergan odam va voqealarni jonliq shaklda so'zlab, kishilarni inoqlikqa, chinlikqa, yaxshilikqa undidi. Yaman xo'y, nachar odat va bo'lmug'ur qiliqlarni so'kdi va qamchiladi. O bugungi davrning mas'uliyatchan yigiti bo'lish sifati bilan Şinjan hikoyasini yaxshi so'zlab, aktiv kayfiyat yaratib, kishilarni kulki manziliga, xo'shallik posilga, umid vodisiga boshladi.
Uning har minutda kulki qo'zg'aydigan qiziqarli bayonlardan hayotga bo'lgan ishtiyoq, turmushga bo'lgan fidokorlik va kelgusiga bo'lgan cheksiz umidni his qilamiz. Aramızda bir jigit zaman, makonni kuylab, davrga minnatdorligini bildirib, atrofimizdagi bizga tonish hikoyalarni chaqchaq vositasi bilan so'zlab, qalbimizni shodlikqa to'ldirdi. O aramızda davamlıq hikoya so'zlab, bizni goh teliqtirib, goh o'ylantirib, bizga hayotning rangdor va go'zalligini takror his qildirdi. O yana aramızda davamlıq hikoya so'zlaydi. Bizni kuldiradi. Bizga umid bag'ishlaydi. Biz uning bundan keyingi ishlarga teximiz zo'r muvaffaqiyat tilaymiz. Salam, hürmetlik aziz tomoshabinlar. Sizlarni ko'rib shunda xush bo'ldim. Hayojinim ishim bu patmayotdi. Ben dunyoda bunday xush bo'lib boqmabdi menga. Chunki
Bugungi kechiligimga meni beqib cho'ng qilgan ota-onam, meningki kasbiy jihatda meni tarbiyalab yetishtirgan Xalmuratkan boshliq ustozlarim, Şinjanның har qaysi yurtlaridan kelgan san'atkor cho'lponlarimiz, ustoz aka-hadlarim, ziroq yaqindan kelgan aloqalarim qatnashib hammanglarga men Ro'zaxon Tudaxondan o'tliq salom. Rahmat. Bugun men to'lim xursand bo'ldim. Endi bunda bir narsa o'ylab qo'yapman-da. Mashhad o'tagan tomoshabinlarimiz sizlar shu dunyodagi bir baxtli bir odamlar ekansizlar. Unda desam, milliardning tomoshabini bo'lganimiz uchun mushtaq bo'lib qoldikmi deb xato tushunib qolmanglar. Chunki bir odamning ajri uchun, bir odamning hurmati uchun, bir odamningki izzatini qilamiz, madad beramiz deb oltindimi qimmat vaqtlarini ajratib, ne muhim ishlarni tashlab qo'yib, bir dastidan atir purab turadigan gulni ipkagidek qalbi bor odamlardan baxtli odam bo'laman. Rahmat sizlarga. Kel chiroyli davoldim men gapimni. Chiroyli chaqchaqamoq oson-mi? Chiroyli gapqamoq tez-ku. Biz birinchi qitimliq milliard sahifasini 2021-yilda suratga oldik. Bu chaqda 20 tomoshabin bilan qilgan. Mislanga kon cho'pqatlarimdan shu Shamsiyadam, Nurnisadam, kon g'iriyadalarimda Xalmuratgam, Qaysarkam, Gulsham, shular bilan. Ikkinchi qitimliqda 5 odamni ko'paytib 25 tomoshabin bilan uni qilib olgan. Bu da 125 dan ortiq tomoshabinlarimiz keldi. Hammanglarga mendan yana bir navbat rahmat. Akalarimga ko'p rahmat. Ablatkam bayan nayt anglab turdim. Chiroyli, nayt fasohatli katta gaplar bilan boshlab berdi. Endi Ablatkam bir til ustasi, liqidi ichida bir bilimi bor, bir biz tapta atadigan bir akimiz. Bo'libmi shu Shamsiyadam, Nozgul, Nijat Valiyoqub, shu riyosatchilarning hammasi bek cho'ng bildi. Ablatkamning bilimi jiqda ishida. Endi bular davomli bir ishlar besh qasam shu Ablatkam bilan paranglashib hal qildi ekan-ku bu ishni. Nayt ishidagi bilimni ayab qolmay beriyotdi. Yoshlar taraqqiysin deb. Shunga men nima bir paranglashib baxmayman shu Ablatkam bilan deb xato ditlabdim degan Ablatkamni. Bu Ablatkam bilan paranglish uchun yomon nurg'un saviyaga ketdiga qara. Paranglashdim Ablat aka desam, "Mana bir turish Ablatkamning." Amdan gapim qilgan ekan, "Ha, darada besh chiqdi." Shuni bilan dedim-da, "Aka, men deb tirishyapman, lekin yana o'zim rozi bo'lganda qilaman. Men qanday qilsam bu chaqchaqni texmi payza, texim cho'ng sakillarda o'rindami deb oddiy bir gaplarni gapirdi-ku deb Jag'istondagi saviyarim bilan so'rayapman. Endi Ro'zaxon bu chaqchaq degan bir abstrakt uqumdi dedi. Oy, cho'rt bilmayman-ki men abstrakt deganni. Bilmedim aka deysem kendiki gaplarni depamaydi-da. Hasken bilgan gap fikir oldim. O aka abstraktning bu nima aytib o'rindi deb. O bultu abstraktni jutirib qo'yapman. Qaratkamning bir abstrakt vatga kiysam yomon cho'ng menga. Ama aştaq tushunmayman-da o abstrakt deganni. Shuni aka deb, endi oxirini depagin demamda, keyinda men hazm qilaligida gaplarni deydi-ku deb oxirini depagini aka desam, endi bu sening shaxsig'ini konkretlashtirsak, saqan bu ijobiy, salbiy tarafdan chiqib, shu nuqtai nazariyasidan o'tib, eski buning funksiyalik, sithilik taraflaridan Konkur analiz qilsang bu shu bir turg'unlik ega, tundurma madaniyat etilumi egasi edi. Sizlar tushundinglarmi bu gap? Dada, umringda anglab baxmagan gaplar. Bu yuribdi yashamoq yomon tez. Shuni bilan qanday qilma tushunmayman. Ha, rahmat, to'g'ri aka shu debchi, tushungan qiyofat kirib, rahmat Ablat aka, itlumiga yomon muhim keldi deb. Ketib qanday qilma yashamsaydim tilib urma, ya ustozim Xalmuratgam urma. Xalmuratgam ishtamishda deydi itlumiga dedi, istihillik dedi.
Nima degan etsam, xalqam hamda menga Jag'istaychi bilgan ekan ishkimiz. Jag'istaychi tushuntirib qo'ydi. O ashta qilib oblatchini 3 yil degandim men. 3 yil ketibdi. Savadim chiqarib oldim hozir. Sal turib funksiyalik nuqtalardan chiqib chiqsak turadi. Itlom yegani o'zinglar arvinglar. Men bilmayman hozir. Nijatkam Niyaz hammamiz yaxshi ko'rgan bir yaxshi davyan, yaxshi rejissor akamiz. Uning sirtida nurg'un san'atkorlarning to'nilishiga sababchi bo'lgan. Shundaqmi? Endi Nijatkam bu da küldür programmasiga bizning ustoz Xalmurat akamlar bilan baholag'uchi bo'lib, boshqadan bir rang kirgizdi. Uniga Nijatkamning bir e'lon qilib qo'yay aka, Nijat yulduzi deb o'zining badiiy bir suratxonasi bor. Bilamizmi uni? Yaplaqtirib bilsak, Nijatning yulduzi bo'layotganda u. Men ayolga Amerikadagi masih deganlarga qiziqmayman men. Shu sunniy amra chiqirdi ekan ular. Bizning odamlarning shaxsiy yulduzi bo'lib ketdi-da hozir. Almurat akam ishkilan bo'lsak, 1000 dek yulduz qo'yib tashlanishi kerak. Laqada. Nimachi jiq yulduz aka atsak, vafqa 300 nagan, yaman tug'digan nimaga bu yulduz? Sen ishxonga setiyotdi, haruq silib, Nijatning yulduzini yig'iladi. Yerlik, hech o'z yonida. O'zini cho'nglik qildigan yulduzlar bor. Apa çavak çep koy. Pul tapsam sizlerine bakamam ama. Ablatkamga, Nijatkamga çaqçaq qilib qo'ydim aka. Yulduzingiz texim igiz bo'lsin. Ras setiyotibdi men ko'rdim. Harg'u yulduz. Ne yulduzlar mana? Ma ig'ir bo'lsak yulduzlar mana Nijatkamning yulduzlari ma bor. Ma yomon jimirlaydigan ma yulduzsan. O alqi Guljamaldan yulduz qo'shdi qo'yamiz. Hamragul adam, meniki yuragimdan yaxshi ko'radigan hurmatli adam. Hamragul adam yaxshi san'atkor, el to'nigan bizniki go'zal bir naqshadimiz bo'lishdan sir san'at o'qituvchisi edi, shundaqmi? Hamragul adam, Dilshodkam, men Shamsiy adamlardan men xizmatdosh. Nava programımızda Hamragul adam Dilshodkam ikkiz baholg'uchi. Shamsiy adam muqim riyosatchi, men hapa depirdig'ini. Aşo, qandaq kim yetishmasa shuningga yugurib qilmanda bu ishni. Muqim bir kasbim yo'q. Shu chaqda Hamragul adamdan men bir bilimni o'rganib olgan. O'zi uqmaydi. Nima bilim sanam sahinda qandaq kiyim kiyish, sahinda qandaq hurmat qilishni Hamragul adamdan o'rganganman. Rahmat edi. Da qo'shib ketma, oxiri bor-da bu gapni. Ana bu gapimga Dilshodkam guvoh. Nava programmasiniki bir yengillik san'at kechiligini o'tkazib, Hamraguldan bir naqsh etilgan bo'ldi. Vatanda bahorini aytding-da? Ashu bir naqsh uchun, ashu sahinning hurmati uchun Shanxaydan bir sahna kiyim tiktirib keldi Hamraguldan. Endi el kiyim, endi meni mishadilli boshlandı qara. Mushundoqda, moshto diyametr, moshtoq. O'sha. Düp tugurek, yuğan. Manın töpü Hamraguldan, mayqi gan ko'ynak. Ben Dilshodkam bilan bir yerda o'tirib qoldim. Shunday, işte aytadi Hamragul. Vatanda bahor. Og'ziga döp tugurek aytadi. Hamraguldanga bir gulni ochiqib, quchoqlab, so'yib qaytish mumkin emas. O ko'ynakning uyg'onligida. Gulni ochiqib, hada gulni bor. Hamraguldan mana. Hada yo'qda mana. Bahar ilhamı var. Taşlara yetmeydi kolun. Taşlara bak. Taşlara. İle mi? İnişip koyamaydı. Gansım etrafı. Dilshodkam mekene dedi. Nima etsem Dilshodkam o't chaqchaq qildi. Hamraguldan bir to'nog'ul tushibdi ya. Meni ustozim qayerda o'tadi? To'g'ri ko'ramayman-ku. Yaman katta yerlarda o'tiribsiz aka. Ko'zni gapini qilmayman Dilshodkam boyada.
Demeyme aka. Ya sen kaçsan aka. Mening ko'zim ko'rmaydi. Dilshatkam mana ko'p qirliq san'atkor desa, bu Dilshatkamni desa, bo'lamdikin deyman endi. Meni hukm qilish huquqim yo'q. Mayli xalq naqsh etsin, mayli muqam etsin va yoki ijodiy 80-yillarning naqshlari etsin, birsidimi puchak bir yeri yo'q. Ko'z uyquda deb dey chiqadi. Ko'zga munosabatini yomonchiq etgan. Qari ko'z deb bir naqsi bor. Oy, qari ko'z ko'rishga munosabatli naqshlar jiq. Bir tush ko'rdim, ayam bo'ldi. Chaqchaq qo'ydim aka, aman bo'lgin, salomat bo'lgin. Ahadkam bilan Gulbakramdan ikkisi Xotandan kelibdi-da, mana yomon xush bo'ldim. Endi bu ikkisida bir qiyinchilik bor. Nurg'un tomoshabinlar Ahadkamdan Gulbakramdan er ayol deb qoldiga qara. Ras, bek yardı yutdi shu obraz mayli lapar o'yinsin, mayli etib o'yinsin. Hozir bular tushuntirib bo'lamay qizil qog'ozni yanchiq sepib yuradigan bo'pti. Mana ko'ra, mana meni Gulbakramdan ma'vo. Emas bizning. Bir kun Ahadkam o'zining ayoli bilan ketib qolsa, gap chiqib ketibdi. Ahad baqa ajrish ketibdi. Ahmadchikam, Aqtam, biz kichigimizdan tortib Ahmadchikamning naqshlarini anglab ching'agan. Men to'niganda Ahmadchikamning chashpasini mashtaqdi. Bir buzilmaydigan bir chash, ya, oqshim beshiq tagi qo'ymay yotamdi. Men naqshi mashqni hozirgacha to'xtatmabdi Ahmadchikam. Men işte anglayman. Bu bir zo'r tirishchanlik-ku. Unisiga Ahmadchikamning har vaqtda aytilgan naqshlari yana ayrim-ayrimga. Keç saat 2'ler kopyalip her akşamın arzu gidem. Yetten Ahmetcan tan etip ketdi bo'ldi. Etib bilemsiz. Biz derizni munda qarab oyni ko'r qilib, aydinki yechida. Tanga yaqin tang sabahsi. Mashriqdan kelgandan onamatga aytgancha aytib to'xtab qolgan. Mening yani kimlar qoldi? Savirdikan baka. Seni ko'rdim, sen paqiraysan-ku aka. Hayır iştisi deb o'zining maxsus xas bir programmasi bor, ko'ramiz. Hamma odamga aq ko'ngil. Ashadki operatorlardan tatib choy quyib chiqdi. Aslida Genjonga quydi-ku, hozir bir oshxonaga kirsa, boshqa xaridorlar choy quydi degan. Savirdikan akinlara deb. Choy yetishtiramay, hozir choyni eriqda boshlab mangdigan bo'ldi. Kal çay sel az da qas. Javlan chiqib bir yoqilab baqina bir ichib olganda joyni. Aka tumarisini ichib olibdi deb. Ayoli eriqni beshiq bir choyni tashib tilportga. Savirdan choy tushdimi? Qarab yiqina. Mana Mahmud akam keldi. Men chiroq yo'rg'idi tozi. Menga afsus bo'lib qopti aka. Mahmud akamning endi bir nayt bir feyzi bir ovozi bor. Mahmud akamning bir nasr o'qipasmi odamni jig'i yamishidi. Odam va tabiat bilan shunday singib ketganda bizning qalbimizga Mahmud akamdan tilpunni paranglasangmi, odam va tabiatni anglayotganda his qilsan ekan. Ekan men bayonni Mahmud akam o'qipadi, tilpurib Mahmud akam ishda bir ishot etsam, "Ha, Ro'zaxon yaxshi mavqam" deb keyin o'sha Afrika yayloqlarida deydigandeklar. Endi biz qiziqchi bo'lgandan keyin o'zimizning tafakkuriga akirib, ashta o'ylaymiz-ku, o'zgartib. Mahmud akam favqulodda da'vatime. Yilqi o'qituvchi bo'lib qolsa-da, masalan, matematika o'qituvchisi bo'lib qolsa, Mahmud akam do'stga chiqib, o'quvchilar hozir darsni boshlaymiz. Matematika dars Amazon daryosidagi cho'ng anitimsaq 10 tuxum chiqadi. Bu ehtiyotsizlikdan bosirish jarayonida 4 tuxumni chiqib oldi. Sen ne tuxum qoldi? Aşağı ketsa demişdim. Afrika yayloqlarga oltishir birlashib 300 kiloluk bir kalni yevatdi. Tang bir kal necha kilodan go'shaydi? Nurnisa adam, meningki bir yurak adam. Bek yaxshi ko'rman Nurnisa adamni. Dadamma vahshiy yaxshi ko'rdim Nurnisa adamni. Nurnisa adamning yaxshilik yig'laydi dadam. Dehşe ekip getirip ajoyib etib o'tdi. Nurnisa voy.
Qaysi naqsida desem Titanic yığılab etdi. Ay, was frey diye yerin yama iri tutak. Nimi diye atken Nurnisa, oya bir görüştügen bolsan. Ya bu Titanic'dan Nurnisa özü örüp etmegen bu. Acayip. O mana Emregül adamdan men anılgan. Bu Titanic degan naqshini o'rindimak yaman tez. Shundaq qo'yadi, bu bir xalqarалық naqsha. Unisiya bir dengiz okeanda bo'lgan naqsha bu. Ay shuni Nurnisadan mushta qurg'oq kilometr Shinjongda yetalaydi. Turpanda mesheke chuqum ko'milib yetib. Su degan qo'lda kullik. Ular keramag'in emishlar akilib bir ko'lga Nurnisadan nakilib bir tangimni selib meshek seqo'da atadan ko'lda ata bo'ladi. Azroq aqandikilarni o'rib etinglar dedi o'rib atdi. Kechqurun qo'limizni pijiktor hayot qolganlar bormi? Hayot qolganlar bormi? Nurnisadan tangimni o'tib yetib. Adam qaytdi.